oldi tarafimi o'shani pishib chiqayotgan tarafimi? Xo'p, aka, bu eng kulminatsionniy joyi deydi-ku, mana qarang. Pechkamizni polностью aka pishirib chiqargan g'isht shu bo'ladi. Aka, mana ko'ryapsiz. G'ishtlarimizni sovuqmi? Bemalol shusi bo'ladi. Sababi aka, boya aytganimdek, g'ishtlarimizni shu pechkamizni polni o'zi xom g'isht quritib ketadi, o'zi pishiradi, o'zi sovutib beradi. Shunaqa xususiyati bor. G'ishtlarimiz aka mana shunaqa ko'rinishda chiqadi. Endi diagonallariga keladigan bo'lsa, metr yo'q. Metr o'lchab beraman aka, bor metr. Metrda ham o'lchab beraman. Diagonallariga keladigan bo'lsa, aka, mana qiralarni ko'ryapsiz. Tekis, teshiklari 19 ta. Deylik, g'ishimizni har tomonlama choklariga ham to'g'ri keladi. Hech qanaqa qing'ir qishuv, balans o'ynab ketmaydi boyga aytganingizdek, aka. Shu joyiga yana bitta narsa. Butun ichi to'liq g'ish yaxshimi yo teshuv g'ish yaxshi? Aka, qarang, butun g'ishi ham o'ziga yarasha foydali tomoni bor. Teshik g'ishi ham o'ziga yarasha foydali tomoni bor. Men butun g'ishni yomonlab turib, teshik g'ishni maqtamayman. Teshik g'ishi afzalli tomonlarini aytib beraman, aka, sizga. Qarang, teshik g'ishimizning birinchi afzalli tomoni hozir tarozi olib keladi, bolalar, men sizga o'lchab beraman. Kilosi 3 kilo bo'ladi. 3 kilo 100, 3 kilo 80 mana shunaqa chiqyapti-da. Qarang, teshikli g'ishimizning afzalli tomoni birinchisi yengillikda, ikkinchisi aka ichida vakuum hosil bo'ladi. Vakuum hosil bo'lgani hisobiga deylik, sovuq kunlarda mana uyga terilgan deylik, sovuq kunlarda sovuq havo kelib uriladi. Urilgani hisobiga ham ichida vakuum bo'ladi-yu. Vakuumga urilib, keyin bu yoqqa ketadi, xullas vakuumdan ichkariga kira olmaydi sovuq havo. 1,5 g'ish qilib terilganda o'zi sovuqlarda, aka, bilsangiz, deylik, masalan, bir sutkada 7 santimetrgacha sovuq havo kiradi uy ichiga. Bu yog'i уже o'tmaydi. Bu nima degani, aka? Sovuq havoni ichkariga kirgizmaydi, ichkaridagi issiq havoni ko'chaga chiqarmaydi, ichkaridagi havoni mo'tadil ushlab beradi. Shu narsani 100% ekspertlar bu narsani tekshirib, xulosa qilib chiqarishganligi uchun aka, men 100% gapimga uverin bo'lib gapiryapman. Bu aka, bu g'ishtdan, teshik g'ishtdan qurilgan uylarga, ya'ni bazalt bilan ham ishlatilmaydi, issiq suvni ushlash uchun boshqa shunaqa. Keyin aka, yana to'g'risini aytsam, foydali tomonini hozir gapiradigan bo'lsam, aka, hech kim butun g'ishni ham, shlaka blokka ham, kerak bo'lsa gaza blokka ham olmay qo'yadi. Aka, buni foydali tomon juda ham ko'p. Manfaatli bo'ladi. Aka, energiya tejamkorlik. Bizning uyimizda masalan deylik standart g'ishdan qurilgan. Biza uyimizda masalan deylik oyiga necha pul ishlatayotganimizni hozirgi teshik g'ishdan qurilayotgan uy bilan solishtirdim-da. Aka, mana ketajli qurilgan uy, bizaniki ham ketajli. Aka, oyiga necha pul ishlatyapsiz desam, gazni o'ziga oyiga 500 ming, 600 ming ishlatyapman. Ammo 1 milliondan oshiq oyiga pul to'layapman. Lekin ikkalamizning uyimizdan ob'yomimiz bir xil. Nimaga men qimmat ishlatyapman desam, aka, meni uyim teshikli g'ishdan emas, standart pishgan g'ishdan, lekin standart g'ishdan qurilgan. Mana realni Allohning guvohligi aytolmayman men. Hech qanaqa yolg'on polg'on yo'q. Ikkalamizning ham katyolimiz bir xil katyolda. Uniki ham misol uchun o'shani hozirgi kundagi katyollar bor, ham gazda, ham anaqada ishlaydigan katyol. Bizaniki bir xil, lekin menda rasxod ko'proq, aka. O'shani hisobiga ham bu uyda tejamkorlik bo'ladi. Elektr energiyadan, gazdan har tomonlama tejamkorlik bor. Uy isitishga yaxshiroq. 100% foydasi bor, aka, uy isitishga. Zo'r. Shunaqa. Yana qanaqa afzalli tomonlarini aytib bering, aka. Bugovka qilingandan keyin bilasiz, aka, ichiga masalan mana ko'rsataman, hozir sinopni taq. Qani yuring, kiring. Yuring. Olib keling buni.